Mana Aquafort ichamiz. Akfachilarga keladi-da, ba'zi akalarimiz ozgina hazilda yoqibdi. Menga ozgina kichkina porsiya qilib bering deydi. Kichkina porsiyasi ham mana razmeri mana 57 ga bu mana 48. Endi mana qo'shamiz. 57 ni ko'payamiz 2 ga 1.4 plus 48 ni ikkitasi 50 dan bo'lganda ham mana 1. 50 dan hisoblasak ham mana 1 metr qo'shamiz mana. Teng 2.14. 2.14 ga mana buni yana 40 o'rtasi bo'lingani qo'shiladi mana plus 40 2.54. Endi mana ochilishlarga kiradi yana mana уже 3.50 profil ketadi mana 3.50. Endi bitta profilimiz 6 metr bo'ladi. 3.50 4 metr profili ketyapti mana. Bitta profilimiz o'zi eng kami eng arzoni ham 150 ming so'm. Endi 150 ming so'mni 2 ga bo'lamiz mana. Mana oddiy. Mana ko'rsataman mana 150 bo'lamiz 2 ga 75 ming so'm. 75 ming so'mga mana 8 mingdan ikkita petla 16 ming mana plus 16 91 ming teng plus mana ushab turadigani mana chit deyiladi mana. Bu ham eng arzoni 5-6 ming bor mana 5 ming desak ham mana 96 ming plus endi bunga mana bu aynak ushlaydigan bu shtabilari ketadi mana. Bu ham yarim bo'y. Unga ham mana 50 ming. 141 ming. Oynasi bor, rezinkasi bor, burchagida mana saydinitillari bor. Mana plus 50 ming. 191 ming. 200 mingga bityapti akalarim portishkela. Bu hisoblaganim alyuminiyni oqiga edi. Endi korishneviga bo'lsa qimmatroq bo'ladi. Uni yana oynalari bor, rezinkalari bor. Tushundi xullas. Aytmoqchi bu odam yana buni kesadi, bitta odam ovora kesadi, yig'adi, bitkizadi, olib boradi, o'rnatadi, peyna qo'yadi. Buni hammasi pul.